$3, $3,5 Angus, limuzin, zo'r buqalar bor. 10 dona bo'lsam qo'shib beraman deb turgan ayrim bir mashinniklarga bir murojaatim. Xalqimiz, o'zbek xalqi, tojik, qirg'iz, butun musulmon xalqiga bu videoni tarqatib qo'yinglar, aldanib qolmasligi uchun. Sizlarga bugun obzor qilib beraman shularni. Aldanib qolmanglar. Like bosib, maksimal tarqatinglar. Davay, videoni oxirigacha ko'ramiz. Yevropadan hozirgi kundagi narxlarni men sizlarga aytib o'tsam, buqalar narxlari 7-8 yevrodan, ya'ni 200 kilogramdan 300 kilogramgacha bo'lganlari. 7-8 yevrodan. Sigirlarimiz bo'lsa, misol 4000, 3800 yevrolardan tushadi. 4 oydan 6 oygacha bo'g'ozlari. Sizga juda ham past narxda Belorussiyadan mol taklif qilib turganlarga umuman ishonmang. Ular sizdan bir realni kommentariyga yozinglar. Yozishsa agar shularga aldanib qolganlar, $1000, $10,000, $5000 tashab berganlar, ya'ni 5% ni oldindan so'raydi. Birinchidan 5% ni oldindan so'raydi. Ikkinchidan sizga qandaydir bir montaj videoni tashab beradi. Mana ortyapmiz Qirg'izistonga yo Tojikistonga yo O'zbekistonga 10 ta bo'lsa ham qo'shaman, 5 ta bo'lsa ham qo'shaman. Faqat 5% pulni oldindan to'laysan deydi. Ayrim montaj qilingan videolar yuboradi. Sizga juda ham chiroyli buqalar yuboradi. Angus, limuzin, Giriford, shoxsiz chiroyli videolar yuboradi. Mana shu mollar nalichida bor deb. $3-3,5 dan kilogrammi. Siz, например, 300 kilogramli molni qancha bo'ladi? 300 kilogramli mol hisob kitob qilinglar. Shuni 20 dan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, 10% ni oldindan передоплата deydi sizga. Mana deb pasportini yuboradi, mana deb rasmini yuboradi, mana deb video qiladi, men shuman deb. Akalar, aldanib qolmanglar, oldindan hech kimga pul bermanglar. Na sizni qo'lingizda zaklashini dogovor qilaman deyish ham mumkin. U dogovorda men sizga anaqa kserokopiya joyiga boraman-da, men ham pul jo'nataveraman sizga. Qaysidir bir yo'q firmani pechatini bosaman, bo'ldi. Sizni shaxsiy pasportingizni oldiraman, shu pasportga tasniy odamga shartnoma qilib jo'nataman. Axir bu narsa emas, bu narsa qonuniy narsa emas. Qonuniy narsada shartnoma bo'ladi O'zbekiston bilan. Respublikanskiy veterinariyadan tasdiqlanadi. Yevropadan yoki Rossiyadan yoki Qozog'istondan yoki Qirg'izistondan mol olib kirmoqchiman. Respublikanskiy veterinariya iltimos menga shunga ruxsat ber, bo'ladi. Ular ko'rib chiqadi, o'rganadi qaysi kompaniya bu, qaysi chorvachilik fermer xo'jaligi bu. Axir bu narsalar dolga istoriya, ozgina vaqt talab qiladi bu narsalar. Siz bir kunda, 2 kunda hal bo'ladigan narsa emas bu jigarlar. Shuning uchun aldanib qolmanglar. Ishonchli odam bilan birga ishlaydi. Oldindan birovga bir tiyin pul bermanglar oldindan. Hech kimga. Absolutni hech kimga jigarlar. Tushundingizmi? Hozirgi kunda narxlar o'rtacha $5 dan $6 dan, $5-6 dan baland yuradi. Buqalarning kilogramm, 1 kilogrammi $3 dan, $4 dan, $3,5 dan yo'q unaqa narx. $4 dan bo'lishi mumkin, lekin logistika bilan, rastamoshka bilan u oshib ketadi baribir. $3,5 dan yo'q unaqa narx, to'g'risi. Realni yo'q unaqa narx. Yaxshi buqa bo'lsa, yaxshi plyuminoy, g'unachan sigir bo'lsa, yo'q unaqa narx. Seriozli jigarlar. Yo'q. Bu videoni maksimal tarqatib qo'yinglar, foydali, manfaatli bo'lishi uchun odamlar aldanib qolmasin. Даже $500, $1000 pulini oilasiga ishlatsin. Mashinniklarga emas, oilasiga ishlatsin.